Toshkent viloyatining Angren shahrida ro'y bergan qonli avtohalokat voqeasi mana bir necha kundirki hali ham odamlar tilida. Mas'ul xodimlar tomonidan marhumlarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Eng ayanchlisi, vafot etgan fuqarolardan biri uylanganiga endigina 1 oy bo'lgan 24 yoshli yigit ekanligi aytildi. Ma'lum bo'lishicha, voqea sodir bo'lgan kuni 1 oylik kuyov Toshkent tibbiyot akademiyasiga magistraturaga o'qishga kirgani uchun Spark avtomobilida qarindoshlari bilan Farg'onadan poytaxtga yo'l oladi. Ammo Angren shahrida yuk mashinasi ularga to'qnashishi oqibatida yangi uylangan kuyov va Sparkda bo'lgan haydovchi erkak va uning 15 yoshli qizi vafot etadi. Ularning barchasi mashinada yonib ketganligi aytildi. O'lgan bola jiyanimiz 6 yil Tashmida o'qidi aka. Uylanganiga 1 oy bo'ldi. Angren voqeasi bilan avtohalokatga uchradi aka. Shunaqa ishlar bor ekanda boshimizda. Endi oxiratini bersin aka, jeylar jannatdan bo'lsin. 24 yoshda edi. Aka o'qishga ketyapman dedi. Bozordan xabar kelyapti. Avariya bo'lib ketdi degan. Mashina yonib ketdi deyishdi. Dastlab vafot etganlar soni 7 kishi ekanligini Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rasman tasdiqladi. Lekin keyinchalik marhumlar soni 11 ta 13 taga yetgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar tarqalyapti. Lekin mas'ullar hozircha ushbu sonlarni rasman tasdiqlamadi. Eslatib o'tamiz, hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda.